KFC tarixidagi eng yirik konkurent aynan mana shu Outback brendi bo'ladi. Buni palestinlik o'rtoqlar Saudiyada birinchi bo'lib ochib, hozirgi kunga kelib juda ham bir katta gigant kompaniya bo'lgan. O'zbekistonga franshizasini 20 million dollarga ham hattoki sotmadi. Bu brenddan siz u nima xarid qilsangiz, sizning ehsoningiz ham bor. Bu nima degani desangiz agar, har bitta sotilgan narsadan bular ehson chiqarishadi. Va tabiiyki, hozirgi kunda juda ham bir yirik kompaniya bo'lganligi sababli Saudiya va mana shu arab amirliklaridan taxminan bir 15-20 million dollarga yaqin pul har oy boshqa davlatlarga ehsonga boradi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Tam bo'yicha ham lekin juda ham zo'r. Yeb ko'rganlar bo'lsa agar kommentariyada yozib qoldiringlar.